bolani ahvolidan bilsa bo'ladi. Oyoq qo'llarini mana yordam so'rayotgan holat bo'ladi-yu, poza. Bolada shunaqa holatda hozir. Qo'l oyoqchalarini bukib olib, bo'lmasa tonusingiz yo'q, eng qiziq tarafi. Bemalol joy ochiq, lekin bolangiz burishib o'zini siqib olganda, xuddi shu narsani siz sezyapsiz hozir. Tonus shunaqa siqib qo'yganda edi bolani. Mayli tonusi bor ekan, davolasa o'tadi desak bo'ladi, lekin bunaqa holatda bunday siqilib, burishib yotgan bolani sizni gormonlaringiz qilyapti-da, stressingiz qilyapti. Agar siz o'zingiz to'g'rilamasangiz, uni meditsina baribir yordam bera olmaydi. Uyingizdagi hamma sharoit, muammo, boshqa narsalarni bilan bolani ikkalasini bitta taroziga qo'yib ko'ring, qaysi biri sizga muhimroq. Mana shunday qilib sizga rasmga chiqarib beraman. Keyingi safar yana siqilib asabiylashib boshlagan paytingiz bitta qarang shu bolajonga qanchalik ahvoli. Hozir buni yotganini ko'rib, yurak uryapti ekanmi deb bunaqa burishib yotmaydi bolalar. Bu rasmni qaynonangizga chiqarib berish kerak emas. Endi masalan boshqa joylarda ham ko'p ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Stressga tushish oqibatida qanaqa ahvolga tushishini bolachalarni. Sizniki katta srokda, shuning uchun ham organizmi sizni stress gormonlaringizni sal bo'lsa ham hazm qila oladi. Agar sroki kichkina bo'lganda edi, bu yurak ko'tara olmasligi mumkin edi. Keyin birinchidan, ikkinchidan tug'ilgandan keyin ham g'irt, yig'loqi, injiq, umuman tinchlanmaydigan bola bo'lib tug'iladi.